Ayolingizni kamsitmang, ayniqsa boshqalar oldida. Ba'zi holatlar uchrab qoladi, ya'ni mehmonga borganda yoki bo'lmasam sizni uyingizga mehmonga kelganda erlar ayollariga qo'pol gapirib, qo'pol munosabatda bo'lib qoladida, obro'sini to'kadi. Kelinni ota-onasi sizga buning uchun qizini bermaganda aslida. Boshqalarning oldida qo'pol gapirib, obro'sini to'kib, kamsitib, urib so'kishligingiz uchun emas, himoya qilishingiz uchun, baxtli yashashingiz uchun, yoki bo'lmasam yaxshi munosabatda bo'lishligingiz uchun. Har qaysi ota-ona o'zini jigaridan, masalan, jonidan aziz bo'lgan qizini mana shunday niyatlar bilan uzatadi. Hurmatli yigitlar, uylanmaganlar, bu narsaga e'tiborli bo'linglar. Mana bu joyga muhrlab qo'yinglar. Men ayolimni boshqalar oldida kamsitmayman, obro'sini to'kmayman. Hammada kamchilik bor, hamma ayb qiladi. Lekin bu ayblarni, xatolarini o'tirib yuzma-yuz o'tirib gaplashib, onasi mana bu joyda xato qilib qo'yding, bu narsani qilmagan, bu noto'g'ri yoki bo'lmasa bu narsani qilmading, asli qilishing kerak edi deb tushuntirishlik kerak, yuzma-yuz. Boshqalarning ishtirokisiz. Siz ayolingizga chiroyli sharoit qilib berasiz, ayolingiz siz uchun jonni fido qiladi. Ishoninglar bunga.